Tak, leksiya BPSda zavisimiy odamlar, qaramli odamlarni narkotik iste'mol qilganida qanaqa chastiga ta'sir qiladi, ya'ni qanaqa sferasiga ta'sir qiladi. Har bitta odamni o'zi tabiati, holati 4 ta sferaga bo'lingan bo'ladi. Bu biologiyasi, to есть odamning tanasi, ikkinchisi bu psixologiyasi, ruhiyati, odamning ruhiy holati bo'ladi. Uchinchi holati bu ijtimoiy, sotsionalniy holati, to есть qarindosh urug', oshna og'ayni, atrof muhitlari, ishi, o'qishi shular kiradi. To'rtinchisi bu ma'naviy, ya'ni duxovniy, odamning ichki dunyosi, dinga bo'lgan tushunchasi, qanaqadir prinsiplari yo bo'lmasam o'zidagi prioritetlari bo'lishi mumkin. Hozirgi leksiya imенно shu to'g'risida qaram insonni narkotik iste'mol qilishini ta'sirida 4 ta qismi qanaqa buzilib ketadi. Buni 4 ta qismga bo'lib oladigan bo'lsak, birinchisi biologический, ya'ni o'sha jismoniy holatiga qanaqa joylariga zarar yetadi. Narkotik o'zi bu soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, odam o'zini tanasiga zahar jo'natayotgan bo'ladi. U zahar kirganidan keyin odamdagi organizmni ichidagi birinchi ta'sir qiladigan joyi yuragiga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Ikkinchisi jigarga, to есть jigar bu motor, filtr, qonni tozalab beruvchi organga ta'sir qilishi bor. Uchinchisi bu o'pka bo'lishi mumkin. To есть kuritilniy, rastительniy narsalarni iste'mol qilgani hisobiga o'pkasida ham zararli kelib chiqadi. Pochkaga tosh yig'ilishi hisobi bor. Juda ham ko'p praktikada bo'lgan narsa. Ya'ni ichki organizmdagi hammasiga ta'sir qiladi. Narkotikni to'xtatib qo'yganidan keyin odamda kuchli lomka boshlanadi. Nimaga lomka boshlanadi? Imенно mana shu qonda, tanada, organizmda mana shu moddalar paydo bo'lganini hisobiga chiqib ketguncha juda ham kuchli og'riqlar beradi. Shu narsa hammasi fiziki lomka hisoblanadi. Ikkinchisi psixologический holati. Ya'ni jismoniy qaramlik bor, o'sha aytganimdek qo'pol qilib tushuntirganda lomka, qachonki badanlar qaltirashi, ichki organlar og'rishi yoki qanaqadir muammolari kelib chiqishi, hammasi bu biologik kiradigan bo'lsa, ikkinchisi miyada ham xuddi shunaqa holat paydo bo'ladi. Ya'ni ichki buzilishlar qanaqa shu darajada buzilib ketadigan bo'lsa, bular faqat ko'rinadigan narsalar bo'lgani uchun ko'pchilik shu narsaga ahamiyat berib, shu narsani to'g'rilaydi, lekin eng ko'rinmaydigan, juda ham katta ruhiy qaramlik chaqiradigan narsa bu odamning psixologiyasi, emotsiyalari. Narkotik primoy ong ostiga ta'sir qiladigan narsa. Shuning uchun ong o'tda bloklanib qolganini hisobiga hissiyotlar muzlab qoladi. Ya'ni odam hissiyotsiz odamga o'xshab qoladi. Masalan, ruchka hissiyotsiz, stol hissiyotsiz, lekin aql ishlayveradi. Qo'pol qilib aytganida, aql ishlab yeyishiga, ishlashiga yoki kim bilandir tanishib gaplashishiga aql ishlayveradi, lekin onga ishlamaydi. Hayvon bilan farqi qolmay qoladi. Chunki ong hissiyotlar muzlagani hisobiga imенно psixologический juda ham ko'p qaram insonlarda tashaganidan keyin depressiya paydo bo'ladi, asabiylashish paydo bo'ladi, sababsiz qo'rquvlar paydo bo'ladi, qanaqadir nevrozlar paydo bo'ladi. Bular hammasi psixologiya buzilib ketgani hisobidan bo'ladi. Tak, sotsialniy sfera bu juda ham igramallarda ayniqsa juda ham qattiq ta'sir qiladi. Imенно shu sferasiga qarz ko'payib ketishi, o'rtoqlaridan davriya yo'qolishi, ota-onasida davriya yo'qolishi, har safar konflikt paydo bo'lishi, urush janjal paydo bo'lishi, ya'ni sog'lom yo'l bilan hal qila olmasligi, ishdan muammo bo'lishi, ishida ham bo'lsa nedaveriyalar paydo bo'ladi, hobbilar yo'qolib ketishi, sportga bo'lgan qiziqishi yo'qolib ketishi, вообще взаимоотношения kim bilan bo'lgan bo'lsa, ya'ni munosabatlari hammasi buzilib ketishiga olib keladigan narsa shu. Qarz ko'payib ketib qolishi, bu ham juda ham qattiq kiradi. 4-chi sferasi bu duxovniy, ya'ni o'sha aytganimdek ma'naviy, odamning ichki dunyosi, qanaqadir qadr qiymatli narsalar, dini bo'lishi mumkin, iymoni bo'lishi mumkin. Bular ushlab bo'lmaydigan narsalar bo'ladi, odamning ichida paydo bo'ladigan narsa. Shu narsaga juda ham kuchli ta'sir qiladi. Shuning uchun ko'p davomiy iste'mol qilib yurgan odamlarda har xil prinsiplar yo'qolib qoladi. Masalan, yoshlikdan qanaqadir o'ziga mustahkam turadigan prinsipi bo'lsa, shu prinsip ham ushlab tura olmaydi iste'molni oldida. U prinsipni ham buzib qo'yish ehtimoli bor. Iymonni juda sustlashib ketadi, idroki sustlashib ketadi, tafakkuri sustlashib ketadi. Bu hammasi imенно shu sferaga kiradi. Dinga bo'lgan hurmati to'kib qo'yishi ham shunga kiradi. Ya'ni qanaqadir suicidalniy мысли keladi, o'zini o'zi o'ldiradigan xayollar kelishi mumkin. O'shalar hammasi imенно shu duxovniy
anaqasiga kiradi, sferasiga kiradi. Xo'p, bu hozirgi o'tilayotgan programmalarni eng sifati kerakligi va qanaqadir ta'siri nimada? Shu 4 ta sferasi tiklanmagunicha odam yana qaytib iste'mol qilib qo'yaveradi. Chunki bu yerda odam o'zini fizikasini, ya'ni tanasini boshqara olgani bilan psixikasini boshqara ololmaydi. Uning uchun обязательно biz chiqargan grafiklar, zadaniyalar, ma'naviy ozuqalar, progovorlar, yozma ravishda shu narsalar yordamida faqatgina shu narsaga yechim topsa bo'ladi. Bu qisqa muddatda tiklanib qoladigan narsa emas va odam mustaqil o'zi bu narsalarni tiklay olmaydi. Обязательно mutaxassislarning yordami kerak bo'ladi. Ayniqsa miya qismiga kelganida, miya odamni boshqaradi, odam miyani boshqara olmaydi. Bunga qancha muddat ketadi deganida primerni hozir hisoblab o'tib beraman. 14 kundan 21 kungacha biologiya narkotiksiz o'zini sal yaxshi his qilishni boshlaydi mana shu muddat ichida. Qolgani 1 oydan 6 oygacha bu miyada xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Narkotiksiz bo'limini o'zini tuta oladigan darajagacha keladi. Eng qiyini nimaga miyaga? Chunki miya rivojlanishdan to'xtab qoladi. Shuning uchun 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatda agar odam davomiy o'zini ustida ishlab, narkotik iste'mol qilmay yursa, o'ziga bo'lgan ishonchi ancha oshib va aqlan yetuk, sog'lom bo'lish darajasi yana ham yaxshilashib boraveradi.